Salom do'stlar. Yer yuzida tashqi dunyodan uzilib qolgan davlatlar barmoq bilan sanarli. Ularning eng mashhuri so'zsiz Shimoliy Koreyadir. Jahonning diqqat e'tibori doimo shu davlatda bo'ladi. Hamma undan xavfsiraydi va uni yanada chuqurroq bilishga qiziqadi. Ammo shunday yopiq davlatlar ham borki, ular ko'zdan panada. Hattoki ko'pchilik ularning mavjudligidan ham bexabar. Bunday davlatlardan biri yon qo'shnimiz Turkmanistondir. Turkmaniston haqida avtoritar rejim, g'alati tabiatli diktatorlar, yopiq siyosat, abadiy betaraflik, qattiqqo'l rahbarlarning oltin haykali va ulkan uglevodorod zaxiralari kabi ma'lumotlardan ortiq narsani deyarli bilmaymiz. Bu davlatni o'rganish ko'pchilik uchun qiziq emas. Turkmaniston hattoki Markaziy Osiyoda ham aytarli ta'sirga ega emas. Turkmanistonning o'ziga xos mashhurligi va siyosiy yo'li so'zsiz marhum prezident buyuk turkmanboshi Saparmurod Niyozov bilan bog'liq. 1985-yildayoq hukumat tepasiga kelgan Niyozov SSR qulaganidan so'ng mamlakatda to'liq nazoratni o'z qo'liga olib, cheksiz qudratga ega bo'ldi. Mustaqil rahbar sifatidagi ilk yillardanoq jamiyat ustidan kuchli nazorat, o'ta markazlashtirilgan siyosiy boshqaruv va yopiq siyosatni joriy qildi. Turkmaniston sobiq ittifoq tarkibidagi eng oxirgilardan bo'lib, 1991-yil 27-oktyabrda o'zining mustaqilligini e'lon qilgan. Niyozov SSR davrida mustaqil siyosat yuritish ko'nikmasini shakllantira olmagan va imperiyaning qayta oyoqqa turish ehtimolidan xavotirlanganligi sababli voqealar rivoji qaysi o'zandan ketishini kuzatishga majbur bo'lgan. 15 yil davomida Saparmurod Niyozovning shaxsi oliy tangri darajasiga ko'tarildi. Shaxsga sig'inish aql bovar qilmaydigan darajaga yetdi. Lekin bu ham diktatura sharoitida yangilik emas edi. Shimoliy Koreyadagi Kimlar oilasi 60 yildan ziyod vaqtga xalqning ibodat qiluvchi mehriboniga aylangan. Niyozovning rejimi esa zamonaviy dunyo davlatchiligi tarixida umuman uchramagan siyosat, ya'ni abadiy betaraflik. Sodda til bilan aytganda, do'stsiz, dushmansiz yo'lini e'lon qildi. Yopiq tashqi siyosat rasman betaraflikning 10 yili dasturi doirasida olib borildi. Mustaqillikning ilk kunlaridanoq tashqi siyosatdan tiyilish kuzatildi. Abadiy betaraflik borasidagi ilk rasmiy bildiruvlardan biri 1995-yil 15-martida Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti a'zo davlatlarining Islomoboddagi sammitida Turkmanboshi bayonoti orqali ma'lum qilindi. 1995-yil 12-dekabrdagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining maxsus rezolyutsiyasi bilan Turkmaniston abadiy betaraf davlatga aylandi. Shu yilning 27-dekabr kuni Turkmaniston konstitutsiyasiga abadiy betaraflik bo'yicha bandlar kiritildi. Turkmaniston betaraflik siyosati bo'yicha shunday izohlarni keltiradi. Turkmaniston harbiy bloklarga a'zo bo'lmaslik, harbiy harakatlarda ishtirok etmaslik, mamlakat hududida xorijiy harbiy bazalarning paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik ko'zda tutilgan. Shuningdek, mamlakat iqtisodiy jihatdan xorijiy sarmoyadorlar uchun ochiqdir. Lekin aslida hukumat ulkan gaz zaxiralarini yopiq siyosat orqali tashqi ta'sirdan saqlab keldi. Butun moliyaviy asos va qudratni aynan shu tabiiy boylik ustiga qurdi. Gazning eksporti bo'yicha o'tgan yillar davomida Rossiya Turkmanistonning asosiy hamkori bo'lib keldi. Qimmatli gaz zaxiralari ustidan mutloq nazoratni qo'lga kiritgan hukumat kelayotgan ulkan foyda yordamida aholini eng muhim bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari, bepul gaz, elektr energiyasi va ichimlik suvi bilan ta'minladi. Aholisi kam va hududi katta bo'lgan Turkmaniston uchun bunday saxiylik u qadar qimmatga tushmaydi. Bu davlat siyosati turkman xalqini hukumatga yanada qaram qilib, sadoqatni oshirishi lozim edi va shunday bo'ldi ham. Turkmanistonning dunyodan bu tariqa uzilib qolishi to Niyozovning vafotiga qadar davom etdi.
Turkmanboshining to'satdan vafot etishi sabablari borasidagi turli xil ovozalar to'lqini pasaymay turib, siyosiy tahlilchilar navbatdagi rahbar kim bo'lishi haqida turli xil fikrlarni o'rtaga tashlay boshladilar. Turkmanboshining bo'shab qolgan o'rni uchun da'vogarlar deyarli yo'q edi. Chunki butun hukumat Turkmanboshi tomonidan sistematik tarzda tozalanib turilardi. Xuddi shu manzarada prezident gvardiyasi rahbari Oqmurod Rajipov bilan mustahkam aloqa o'rnatishga muvaffaq bo'lgan Gurbanguli Berdimuhammedov prezidentlik posti uchun harakatni boshlab yuboradi. Rajipov Niyozovning davomiy tozalovlaridan omon qolgan kamdan kam amaldorlardan biri bo'lib, uzoq muddat davomida rejim maxfiy kuchlarini boshqarib kelgan. O'sha paytda bosh vazir o'rinbosari lavozimida ishlagan Berdimuhammedov Rajipovning har qanday moliyaviy ehtiyojini qondiradi. Evaziga u prezidentlik uchun yo'ldagi barcha to'siqlarni qudrati yordamida surib tashlaydi. 2007-yilning 11-fevralida Gurbanguli Berdimuhammedov navbatdagi Turkmanboshiga aylanadi. Shu yilning o'zidayoq Rajipov o'z vazifasini suiiste'mol qilish aybi bilan hibsga olinadi. Natijada Berdimuhammedov yagona qudratli shaxsga aylanadi. Ruslarning Gazprom kompaniyasi bilan rasmiy Ashxobod orasidagi gaz eksporti yuzasidan kelishmovchilik yuzaga keladi. Iqtisodiyot gaz eksportiga qaram bo'lgan turkmanlar hukumatiga Eronga sotiladigan oz miqdordagi gazdan keladigan foyda yetmas edi. Shunday qiyin vaziyatda Turkman hukumatining joniga Xitoy oro kirdi. Pekin mamlakatning eng yirik iqtisodiy hamkoriga aylandi. Xorijiy davlatlar bilan bunday keng ko'lamli hamkorlik mustaqillikka erishilganidan buyon kuzatilmagan edi. Turkmanistonning ochilishi osonlik bilan sodir bo'ladigan jarayon emas. Buning asosiy sababi ochilishni joriy hukumatning o'zi istamaydi. Mamlakatning gaz zaxiralariga boyligini hisobga oladigan bo'lsak, tashabbus bilan chiqadigan davlatlarning soni yaqin kelajakda ko'payib borishini taxmin qilish mumkin. 19-asrning so'ngida jahonning qudratli davlatlari Xitoyga nisbatan ochiq eshiklar siyosatini qo'llagan edi. Bu siyosatning zamonaviy ko'rinishi tez orada Turkmanistonga nisbatan ham qo'llanilsa ne ajab. Zero buning ilk belgilari allaqachon paydo bo'lgan. Qadrli do'stlar, Turkmaniston haqida qandaydir fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha